Masjidni yonidan xonadon olaman degan okili. Shayxontohur tumani Samarqand darvozani yonginasidan xonadonimizni sotuvga chiqadi. 4 sotuq 7 xonadan iborat. Uyimizning ichkari qismini sizlarga bitta ko'rsatib beradigan bo'lsam, uyimizga kirib kelamiz. Katta to'rtburchak variantda tushgan xonadonlarimiz bu yoq tarafimizda garajimiz joylashgan, tegi selli podvol qilib qo'yilgan. Bu yog'imizda bitta spalni, yonginasi sanuzeli bilan joylashgan bo'lsa, bu yoq tarafimizdan paltar etashga, bu yog'imizda bir etashga. Uyimizni sizlarga birma-bir ko'rsatib beradigan bo'lsam, bu yoq tarafimizni bemalol hosillovchilik qilib, mayda-chuyda uy uchun bemalol foydalansanglar bo'ladi. Endi sizlarga uyimizning ichkari qismidan to'liq video davomida ko'rsatib beraman. Uyimizning ichkari qismidan tushuntirib berishdan oldin ikki etashkali uyimizni sizlarga tushuntirib beraman. Kirganimizda bitta zalimiz, ikkinchi etajimizda bitta zal, bitta spalni, o'rtancha remont variantda hamma qulayliklari bor. Endi sizlarga asosiy binoyimizga kirib kelishimiz bilan tushuntirib beraman. Kirganimizda uzun koridorimiz joylashgan bo'ladi. Xonalarimiz ketma-ket joylashgan. Spalnimizni sizlarga ko'rsatib beradigan bo'lsam, bu tarafimizni qizlarimiz uchun spalni qilib qo'ysangiz juda ham zo'r bo'ladi. Remontlari juda ham yomon emas. Bemalol kelib yashasanglar bo'ladi. Bu yog'imizni vzrostli spalni variantda foydalansanglar juda ham zo'r bo'ladi. Endi sizlarga ayollarimiz uchun oshxonamizni bitta ko'rsatib o'taman. O'zingizlar ko'rib baho berib qo'ysizlar. Hamma qulayliklari bor. Gaz, suv, svet, kanalizatsiyadan umuman muammosiz. Oshxonamizning hamma qulayliklari bor. Gaz, suv, svet umuman muammosiz. Yonginasida hammomimiz joylashgan bo'ladi, o'zini sanuzeli bilan birga. Tashqaridan bitta sanuzalimiz joylashgan bo'ladi. Hamma qulayliklari bor. Atrofida maktab, bog'cha, magazin, masjid. Masjidni yonginasidan uy izlayotgan odamlarga bu videoni tezda jo'natamiz. Narxini sizlarga $100,000 berib yuboramiz. Pastdagi nomerni qoldiraman. O'zingizlar bog'lanib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.